Zulayxa opa, homiladorligimdan beri juda ham holsizman, og'irlashib ketyapman. Biror dori yozib bering. Mana bu dorilarni ichasiz, yonimizda aptekadan olasiz. Ishoning, zo'r bo'lib ketasiz. To'xtang. Bunday vaziyatda shifokoringiz siz bilan suhbat o'tkazib, analizlarga asoslanib muammoga yechim berishi mumkin. Men esa hamma homiladorlarga tushadigan va foydali bo'ladigan tavsiyalarni bermoqchiman. Har kuni 1,5-2 litr issiqroq suv ichasiz. Vitamin D ni kunlik dozada qabul qilasiz. Har kuni ertalab yarim soat homiladorlikda mumkin bo'lgan mashqlarni bajarasiz. Kunlik ratsion tarkibida ko'katlarni ko'proq iste'mol qilasiz. Ular tarkibidagi minerallar tanani tetik saqlab, shishlarni kamaytiradi. Va albatta, sog'lom uyquni ham unutmang. Homiladorlik haqidagi eng foydali ma'lumotlar mening profilimda. Sizlarni kutaman.